stress va uyqusizlik. Bu yurak bilan bevosita chambarchas bog'liq. Uzoq vaqt davom etgan stress yurak ishemik kasalligi, aritmiya va infarkt xavfini oshirishi mumkin. Uyquning yetarli bo'lmasligi qon bosimining barqaror bo'lmasligiga, aritmiyalarga va qandli diabet, semirishga olib keladi. Kattalar uchun sutka davomida 7-8 soat sog'lom uyqu juda ham muhim hisoblanadi. Belgilarga e'tibor bering. Agar sizda yurak tez urishi, kechasi tez-tez uyg'onish, doimiy charchoq va xavotir bo'lsa, bu tananing signalidir. Nima yordam beradi? Bir vaqtda uxlash va uyg'onish, kechqurun tarkibida kofein va taurin bo'lgan ichimliklarni ichmaslik, yengil jismoniy harakat, ya'ni yurish, sog'lom ovqatlanish, jismoniy mashqlar, ibodat yoki meditatsiya. Agar sizning yuragingizda og'riq kuchaysa, uyqusizlik 2-3 hafta davomida davom etsa va qon bosimi tez-tez ko'tarilsa, zudlik bilan kardiologga murojaat qiling.